Uchta mahsulot orqali oyoq tirnoqlardagi gribok, ya'ni zamburug'larni tez, oson davolash usulini aytib o'tamiz. Ko'pchiligimiz oyoq tirnoqlarimizdagi zamburug' yoki onyxomikoz kasalligiga duchor bo'lamiz. Bunda odatda oyoqlarimizdagi tirnoqlarimizda og'riq, shish, yallig'lanish holatlari bilan kuzatiladi. Biz hozir quyidagi zamburug' kasalligining kelib chiqish sabablarini sanab o'tamiz. Terimizning pH balansi buzilganda, tez sintetik paypoq kiyilganda, oyoq gigiyenasiga rioya qilinmaganida, ter oyoq poyabzalida to'planganda, immun sistemasi kuchsiz bo'lganda, qon aylanish kuchsiz bo'lganda va bir qancha dorilar va kasalliklar ta'sirida yuzaga keladi. Ana endi biz sizga bu kasallikni oddiy uy sharoitida qanday qilib davolash usulini aytamiz. Uning uchun bizga 90% etil spirti, vodorod peroksidi, oq sirka kislotasi kerak bo'ladi. Shisha idish olib mahsulotlarni birga-bir nisbatda solib olasiz va hammasini aralashtirib paxtali tampon qilib zararlangan tirnoqlar ustiga 15 daqiqa davomida qo'yib qo'yasiz. Undan keyin tirnoqlar iliq suv bilan yuvib quritiladi. Muolajani kuniga 2 mahaldan takrorlang. Qarabsizki, qisqa muddat ichida zamburug'lardan butkul xalos bo'lasiz.